Assalomu alaykum. Koreyada number 1 bo'lgan Hyundai Granger IG avtomobilimiz. O'ta keng, o'ta yumshoq. Taksistlardan so'rasanglar, shu mashinani tavsiya qiladi. Tashqi holati zo'r deydi. Uzoqqa ham charchatmaydi, o'ta yumshoq. Granger IG 2.2 dizel avtomobilimiz. 2017-yil 136 ming kilometr yurgan. Ideal holatdagi avtomobil. Narxi 12.200.000 won. Yana bir 3-4 yildan keyin Koreyada yashayotgan o'zbeklar shunga o'tib ketadi. Hozir Granger HG bilan K5 Sonata'da yuribdi hamma. 3-4 yildan keyin xudo xolasa IG ga qarab ko'pchilik o'tib ketadi deb o'ylayman. Kelib test drive qilib ko'rasizlar, mashina ideal holatda. Salonlari pokiza. Hop. Avtomatik sidina, elektronli sidina, bakoyda yonda telekanal mashina sensorlari bor. Cruise control ham narsasi joyida. Avto hold, avto parkinglari, sport rejim, komfort rejimlari bor. Abduf avogref, rul isiydi, monitor, kichkinagina 136 ming probeg, black box high-pace. Mashinada panorama tomdan boshqa hamma narsasi deyarli bor. O'ta keng bo'lgan avtomobil, kelib test drive qilib ko'rasizlar. Ovqatlanasi ham isitadi. Ideal holatdagi mashinamiz. Kelib test drive qilib bemalol ko'rasizlar. Granger IG ni ideal holatdagisi.